Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. 2025-yil 16-noyabr Jizzax viloyati Adasay tumani Bo'ston MFYda joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, ana bu qo'shni hovli tomonda devorlar yiqitib, o'rnini tekislatib qo'ygan edik. Toshlar to'ktirib qo'ygan edik. Mana bugun shu mahallamizdan bir do'stimiz xolisonlar xizmat qilib beryapti. Yana tosh to'ktirgan edik tekislash uchun. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday xizmat qilayotgan bo'lsa, yordam qilayotgan bo'lsa, bu yoqlarda ham bor hali. Bormi? Tekislatib qo'ysak. Bahodir do'stimiz. Ancha tekis bo'lib qoldi. Marsga kirib ketmasa bo'ldi. Mana shunday qilib tekislab qo'ydik. To'ktirilgan toshlarni mahallamizdan pagrutchik haydaydigan Bahodir do'stimiz yordam qildi. Alloh rozi bo'lsin. Endi inshaalloh qolgan ozroq joylarni ketmon bilan tekislab boramiz. Hali mana narsalarni olib yerga tortamiz. Mana shunday tutlar naryoqlariga ham qo'lda tekislab beramiz endi. Alloh rozi bo'lsin. Masjidimizga kim qanday xizmat qilib yordam qilayotgan bo'lsa, inshaalloh harakat qilsak, endi fundament qo'yadigan ustalar chaqirsak, hasharga ancha ish yaxshi bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.